12 haftaligida tushgansiz, to'g'rimi? Hech qanaqa muammo bor deyilmagan. Analizini topshirmagansiz lekin-da. Fermentativniy analiz birinchi trimesterniki bor-da. Skriningni analizi. Uni topshirmagansiz. Хорошо. Mana shuni men rasmga olaman, o'zingizga ham chiqarib berib yuboraman. Faktorni yana bitta ko'rsatib qo'yishimiz kerak buni. Bu bitta o'zi hech qanaqa muammo degani emas. Endi o'shanga qo'shimcha yana boshqa narsalar bo'ladigan bo'lsa, unda muammo deyishimiz mumkin. Ichagida ozgina oqarish bor. Mana sizga xalq tilida tushuntirsam. Bu bitta marker, xromosomli muammolarni, kasalliklarni markerlari bo'ladi-da. Qo'rqmang, bitta o'zi hech narsani bildirmaydi. Masalan, bittasi yurakdagi dog'. Yurakchasini ko'rdim, hech qanday dog'i yo'q. Yana bitta belgisi bo'ynini qalinligi. Sizda bo'yin qalinligi yo'q.